Diqqat! Qozog'istonda hayvonlarga munosabatni tartibga soluvchi qonunlar keskin kuchaytirilmoqda. Endilikda uy hayvonini ko'chaga tashlab ketish alohida ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu haqda Ekologiya va tabiiy resurslar vazirligi vakili Nurken Sharbiyev ma'lum qilgan. Yangi tartibga ko'ra, hayvonni tashlab ketganlik uchun quyidagi jarimalar belgilanmoqda. Jismoniy shaxslar uchun 30 minimal hisoblash ko'rsatkichi, takroran 60 minimal hisoblash ko'rsatkichi, mansabdor shaxslar uchun 50 minimal hisoblash ko'rsatkichi, takroran 100 minimal hisoblash ko'rsatkichi, yuridik shaxslar uchun 100 minimal hisoblash ko'rsatkichi, takroran 200 minimal hisoblash ko'rsatkichi, 1 minimal hisoblash ko'rsatkichi taxminan 113 ming so'm. Shuningdek, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun ham javobgarlik kuchaytirilmoqda. Jismoniy shaxslar uchun 5 dan 30 minimal hisoblash ko'rsatkichigacha, mansabdor shaxslar uchun 10 dan 50 minimal hisoblash ko'rsatkichigacha takroran sodir etilganda jarimalar bir necha baravar oshadi. Bundan tashqari, hayvonlarni saqlash, tutish va sayr qilish qoidalarini buzganlik uchun ham jarimalar oshiriladi. Agar bu qoidabuzarliklar natijasida odamlarning sog'lig'i yoki mulkiga zarar yetkazilsa, jarimalar yanada yuqori miqdorda belgilanadi. Endi hayvondan voz kechish faqat boshpana orqali amalga oshirilishi kerak. Aks holda bu ham qonun buzilishi hisoblanadi. Qonun aniq talab qo'ymoqda. Hayvon bu mas'uliyat. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentlik 24 kanalida kuzatib boring.